Assalomu alaykum akalar, opalar. Bizni kuzatib borayotganlar. Barchalarga Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Mana xo'rozchamizga chechaklar bosib ketdi. Xudo xolasa mana bizga kelib makam bilan oshqatuv bo'lib yotibdi. Mana qo'zilar ham yeb yotibdi, xudo xolasa. O'rdakchalarimiz mana. Qora boshda oldik, xudo xolasa. O'rdaklarni ham ko'paytirib qo'ydik. O'novi qurinayotgani, hali bosib yotgani, xudo xolasa 2 kun, 3 kunda qochib qoladi inshaalloh. Akamiz o'ylanyapti, bolalarni qanday baholamiz endi. Xijolatami, biz baqamiz bolalaringni. Mana bassenchamizda cho'milishyapti, maza qilib. Chiqib kelib, chiqima o'rdakni ham yangi oldik. Xudo xolasa mana o'rdak biznesiga o'ta qiziqib qolib, inshaalloh ko'paytiramiz deb mana shu yerda sayrab, maza qilib yayrab yurishibdi. Xudo xolasa. Yaxshi. Bo'g'chamiz baylab qo'ydik. Bitta o'rdakmi dumini yulib qo'ygan ekan, o'ynashib. Mana shunga buni aris qildik endi. Chetda yotadi, xudo xolasa. Oq o'rdaklarga qiziqqanim uchun oq o'rdaklarni ham ko'paytirib qo'yapman, xudo xolasa. Xo'rozimiz 5 kilo u yoqda chiqadi. Bularga shu makka edi, bug'doy edi qilib aralashmasdan keyin anaqa oshxonalardan pomoylar olib kelib shunaqalar beryapmiz. Yeb yotibdi. Iyunda chiqqan jo'ja. Yaxshi, ko'z tegmasin. Mayda jersilarni yarmini bu yerga qamab qo'ydim, dakallarni. Xo'rozni ham sho'x bosib qo'yapti ro'da. 3 tasini qamab qo'ydim. Yurib kelib bosib qo'yaveramiz. O'rdaklar suv ko'rmagan shekilli. O'zi ham suvdan beri chiqmayapti. Har kuni suvda cho'milib 2 mahal, 3 mahal qilib. O'zim o'rdaklarimga o'xshab, lekin katta emas bular, sal kichikroq ekan. Baqilishiga ham qarab bilmayman. Xudo xolasa mana shunaqa qilib baqayapmiz endi. Mana yerga 2 ta o'rdagimiz yotdi, xudo xolasa. Mana yotdi. Yana tuxum to'plashyapti, xudo xolasa. Mana teshiga ham bitta bor. Mana yotdi, xudo xolasa. 10-15 kun bo'lib qoldi shekilli. O'shada ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi bilmayman. Ko'rinmaydi ekan. Onu ko'rinyapti. Xudo xolasa fermamizni ko'paytirib olsak inshaalloh. Onalar ochib chiqsa ham endi boqishlarni o'zingizlardan so'rab o'tgan yili ko'paytira olmay qoldik. Bir 80 ta ochirdim, 80 tadan 3 ta katta bo'ldi xolosda. 3 tadan ham 2 tasini devordan tulki kirib
4'te 5'te o'rdaydim. 9'lab chiqib ketdim. Samolyot o'tgan qisqasi nasib qilmadi ko'paytirish endi bu yil. Hali oyoqlari sholib bo'lar ekan bularda bolalarni. Mayda mo ariqchamizda suv oqardi emas, suvlarga tushib olib, enasi yetalab chiqib olib, qachon ochishini bilmaymiz. Bir kunda oyog'i sholib olib, o'lib ketdi. Barchalarga rahmat. Bizni kuzatib borayotganlarga. Xolos yana. Kunda aro qilib chiqarib turamiz inshaalloh. Mayda ko'ktoyimiz mana. Uni yaralari ko'chib qoldi, xudo xolasa. Barchalarga bayram muborak bo'lsin. Bayramlarni chiroyli o'tkazib olinglar.